Hurmatli do'stlar, bu kafemizni ish vaqti azongi 10 dan kechki 11 gacha xizmat qiladi. Bemalol kelib zakaz etib bron qilsangiz bo'ladi. Hozir ichki atmosferasini ko'rsatib tushuntirib o'taman sizlarga. Mana eshikdan kirib kelishimizda ko'rib turibsizlar. O'zgacha uslubda chiroyli etib uzatilgan dit bilan zakon etib, mana yoqda muzikalar ketib turadi. DJ xohlagan bir muzikasini qo'yib beradi sizlarga. Mana mestolarni ko'rib turibsizlar, cho'tki etib, chiroyli etib uzatilgan. Ko'rinishi o'rtasida atmosferasini zo'r. Bu o'rindig'i 150 kishiga mo'ljallangan, bemalol qandaydir bir tug'an-kunlarda, qiz yig'inlarda, azmlarda, korporativ o'tirishmalarda o'tkazsangiz bo'ladi, bemalol kelib. Mana mestolarni ko'rib turibsizlar, zo'r. Qarab, ochiq maydon, bemalol o'tiraverasizlar, yeb ichib. Bu yerda ovqatlarda har xil turlaridan bor. Hozir Power bilan birgalikda obzor qilib sizlarga ko'rsatib tushuntirib o'taman. Power o'zi bilan gaplashamiz. Nima ovqatlar bor, ne gap so'z, shular haqida gaplashamiz.